Jo'ra, sen unga bir so'm pul xarajat qilmagansan-da, sen unga talab qilyapsan, ishlama, uyda o'tir. Qanaqa kiyimdasan? Kengroq kiyim kiy. U seni tanimasdan oldin garderobida pomni to'g'ri kiyimlar bo'lgandir. U seni endi tanidi. Malades, sen mujiksan, dayusmassan, chesting bor. Unda boshqa kiyim yo'q, kengroq kiyim. Sen unga 10-15 ta kiyim olib ber, opchiq. Nima kerak, qanaqa narsa kerak, qanaqa kiyim xohlaysan, kengrog'idan olib berda, keyin ayt. Mana men senga olib bergan kiyimlarni kiygin, qolganini berib yubor kimgadir, qarindoshingga yo, не знаю, tashvar. Sen uni qo'liga pul berib qo'ygin-da, mana pul, mendan boshqa odam senga buyruq berishini xohlamayapman. Uyingda o'tir, ishlamagin. Men seni moddiy tarafdan, ham moddiy tarafdan men qo'llab-quvvatlayman. Men deyishing kerak. Sen na pul berding unga, na u olib chiqib 2 marta lavash bilan marojnoy olib berganing gapirmayapman. U qizni o'zi ham olib oladi. U qiz o'zi senga haq beradi u narsadan. Sen u ota-onasini qiynamay deb turib, yoshlikdan ishlab o'rgangan. U ota-onasini qiynamay uyimdagilardan pul olmay deb turib, sen unga na pul beryapsan, na kiyim olib beryapsan. Sen unga bir so'm xarajat qilmasdan, sen unga uni qil, buni qil debsan. U yarashmaydi. O'g'il bola desva bilan sevadi, desva bilan.